Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar, hamyurtlar. Ayrim bir holatlarda ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonni oxirgi yillardagi tashqi siyosiy faoliyatdagi islohotlar erishayotgan natijalarini salbiy ko'rsatish yoki bo'lmasam noto'g'ri fikrlarni shakllantirish uchun turli xil ig'volar va fitnalar tarqatilyapti. Go'yoki O'zbekiston atrofdagi davlatlar bilan hamkorlik qilib, u davlatlarning fuqarolari bizga kelib, bizda yashashi, turistik maqsadda kelishi, ta'lim olishi yoki bo'lmasam tadbirkorlik qilishi, shu hududlarga investitsiya olib kirish ortidan o'zlarining qabih niyatlariga erishib berayotgani va bunga nisbatan hukumat hech qanday chora ko'rmayotganligi va o'ziga xos bir yomon muhit yaratilayotganligi borasida chiqishlar qilishyapti. Fitna tarqatishyapti. Hurmatli yurtdoshlar, Markaziy Osiyo, Movarounnahr hududida tarixan turli xil millatlar, konfessiyalar yashab kelgan. 10 asrdan ortiq faoliyat yuritgan Buyuk Ipak yo'lining asosiy yo'nalishi Markaziy Osiyodan o'tgan. Samarqand, Buxoro, Xiva nega rivojlandi? Aynan shunday savdo yo'llarida joylashganligi uchun u yerda savdo uylari, komplekslari ochilinib, karvonsaroylar ochilish natijasida savdo sanoat, madaniyat rivojlanish bo'ldi. Xo'p, o'shanda boshqa millat vakillari kelmaganmi? Buyuk Ipak yo'li qayerdan boshlangan edi? Eslaylik. Xitoydan boshlanib Yevropada Konstantinopolgacha borgan emasmi? U hududdan Konstantinopoldan greklar, makedonlar va boshqa millat vakillari, din vakillari savdo bilan shug'ullanib, bu yoqdan xitoyliklar o'z mahsulotlarini Yevropaga yetkazishda bizda to'xtab o'tib, shu yerda faoliyat yuritib savdo sotiq shug'ullangan emasmi? Nega biz xitoylik bo'lib ketmadik? Nega bizda e'tiqodimiz mustahkamlik qilib, boshqa dinni qabul qilinib, ularning siyosiy bosimiga o'tmadik o'shanda? Avvalambor qadriyatlar, axloqiy va diniy e'tiqod mustahkamligi javob bermaydimi bizning barqarorligimizga? Nega biz qo'rqishimiz kerak? Bugun dunyo ochilyapti. Dunyo iqtisodiyoti ma'lum bir tizimga, ma'lum bir zanjirga ega. Agar biz taraqqiyot etishni xohlaymizmi, har bir xalq bilan, har bir jamiyat bilan muloqot qilishimiz kerak. Biz foydalanayotgan mana bu mahsulotlarning necha foiz chetdan keladi? Unda uzib qo'ysak, ular bilan savdo aloqalari qilmasak, umuman muloqot qilmasak, bizning tibbiyotimiz, ta'limimiz, texnika, sanoat qanday rivojlansin? Butun dunyo integratsiyalashgan bir paytda biz qandaydir bir kimlarningdir xohishi bilan muloqotimizni uzib qo'yaylikmi? Sovet davrida ham masalan butun dunyodan bizga kelib ta'lim olib ketishgan. Aytishadi, o Janubiy Amerika, Markaziy Amerika davlatlaridan kelib o'tishgan. Ular ham o'zining madaniyati, e'tiqodi bilan kelgan. Lekin kim o'sha e'tiqod bilan buzilib ketdi? Yoki ular ta'sir doirasiga tushdi. O'zbekistonliklar ham butun dunyoda millionlab yashab kelmayaptimi? AQShda yo'qmi? Rossiyada yo'qmi? Xitoyda yo'qmi? Koreyada yo'qmi? Yaqin Sharq mintaqasi, arab davlatlarida yo'qmi? Shunday muloqot, shunday fikrlar almashinuvi va o'ziga xos bir jarayonlar bilan taraqqiy bo'linadi. Shuning uchun ham albatta risklar bo'ladi. Albatta bosimlar, albatta tahdidlar bo'ladi. Lekin biz avvalo o'zimizning e'tiqodimizga, milliy qadriyatlarimizga, axloqimizga mustahkam bo'lsak, bunday risklar, bunday o'ziga xos tahdidlar bizga xavf solmaydi. Biz shuning haqida tarbiya, yosh avlodning o'ziga xos qadriyatlarga mustahkamligini ta'minlab bersakkina, biz bundan faqatgina ijobiy natija ko'ramiz. Ogoh bo'laylik. Bunday turli xil tashviqotlarga, millatlar o'rtasidagi nifoqni keltirib chiqaruvchi bir targ'ibotlarga berilmaylik. Ogoh bo'laylik.